Assalomu alaykum Pavlon ishqibozlari. Bugun mana 1-iyun, bugun 1 emas, 3-iyun 2025-yil. Mana Pavloniyani mana shunaqa kichkina nihollari mana ko'rib turganlaring. Ertaga xudo xolasa 6 yildan keyin mana shunaqa bo'ladi. Mana shu 2019-yil ekilgan niholimiz, mana shunchalik tuadek nihol ekilgan ikki chekkasiga. Xudo xolasa buni $100, $150 dan ham sotdik. Hozir 20 dona Optimga. Ertaga Toshkent shahridan mehmonlarimiz kelyapti. 20 donasini sotamiz xudo xolasa. Buning ichidan tanlab olgani $200 dan ham sotilgan oldingi videoda. Mana shunaqa kichkina niholchamiz. Oradan 6 yil o'tib, mana $100 dan bo'lsa, o'rtacha 1 gektarga 825 ta ko'chat ketadi. 4 uch sxemada ekilganda. 825 ta bo'lsa $100 dan $82,000 6 yilda bu yaxshi-ku, xudo xolasa. Shu hozir nihollar ekilyapti. Ekilishdan oldin 70 ga ariq tortiladi. Bu endi ko'chat uchun ekilyapti. Xudo xolasa 5-6 oydan keyin ko'chiriladi. Biogumuz solindi, amofos soldik. O'shandan keyin mana razmerlari 70 ga 50 sxemada ekilyapti. Xudo xolasa mana bu maytdagilar o'tgan yil bahorda sotilgan. O'tgan yil $200 dan Xorazmli akamizga berganmiz. Mana hozir buni quchoqlaydigan bo'lsam, bir quloch bo'lganda o'rtacha ikkitasi 1,5 kub yog'och beryapti. Bo'yi o'rtacha 8 metr, 9 metr uzunlikda 0,7 kubada yog'och beryapti. 250 ga kesilyapti. Kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa ertaga ekilish jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Ertaga xudo xolasa 20 donani kesib Toshkentga yuklaymiz.